Nega menga buni vaqtliroq aytmading? Qo'rqdim. Boshida aytmoqchi bo'ldim. Lekin jur'atim yetmadi. Sizdan ayrilishni istamadim. Lekin ikkalamizni oramizda sir bo'lmasligi kerak edi. Meni bilishga haqqim bor edi. Esingizda bo'lsa, biz baribir birga bo'la olmaymiz degandim. Sababi bor degandim. Men bunaqa sababi borligini tush ko'ribmanmi? Nima? Meni yengiltay qiz deb o'ylayapsizmi? Men o'z xohishim bilan buni qish qilmaganman. O'sha birinchi marta siz ko'rgan bola ismi Jasur. Buvimnikida turganimizda yonma-yon qo'shnimiz edi. Doim shilqimlik qilib yurardi. Buvim borligicha indalmasdi. Buvim vafotidan keyin u bir bahona bilan uyimizga kirdi. Yolg'izligimdan foydalandi. Men ovozim boricha baqirdim. Yordam so'radim. Lekin hech kim eshitmadi.